Angliya vizasiga topshirgansiz, lekin ketma-ket 2-3 marta отказ olgan bo'lsangiz, bu endi Angliya vizasini ola olmaysiz degani emas. Agar Angliya elchixonasidan ketma-ket 2 marta отказ olgan bo'lsangiz, Angliyani unuting degan bo'lardim. Ammo biz ketma-ket 2 marta отказ olgan mijozimizda xatolarni to'g'rilagan holatda birinchi urinishdayoq Angliyadan sayohat vizasini olib berdik. Bu omad emas, yillar davomida to'plagan tajribamiz natijasi. Angliya vizasidan отказ olishingizning asl sababi hujjatlaringiz emas, balki ularni elchixonaga qanday ko'rsatishingizga bog'liq. Angliya elchixonasi faqat sizning hujjatlaringizni tekshirmaydi, balki siz yaratgan profilingizni to'liq tahlil qiladi. Demak, sizda viza kartangizda pul bo'lishi, rasmiy ish joyingiz bo'lishi, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lishi bu yetarli emas. Angliya elchixonasi sizning hujjatlaringizni mantiqiy bir-biriga uzviy bog'liqligini tekshirishadi. Agar mohiyat to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lsa, 100% ideal hujjat bilan ham отказ olishingiz mumkin. Keyingi safar ham tavakkal qilib отказ olishni kutmang. Viza olish bu lotereya emas, bu aniq hisob-kitob. Safaringizni professionallar bilan rejalashtiring. Ishonchli viza xizmati uchun ushbu raqamlarga bog'laning yoki direct orqali отказ qog'ozi yuborsangiz, men uni tahlil qilib, qayerlarda xato qilganingizni ko'rib turib, men sizga aniq bir yechim beraman. Yo'riqnomani tahlil qilib, xatolaringizni to'g'rilasak, Angliya eshiklari siz uchun yana qayta ochiladi.